الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram jamoat, sizlar bilan Musa alayhissalomni qavmi bilan bo'lgan Fir'avnning zulmi haqida gaplashayotgan edik. Allah subhanahu wa ta'ala Baqara surasida shunday marhamat qiladi. Va iz najjaynakum min ali fir'aun. Va eslang, biz sizlarni Fir'avnning xonadonidan, askarlaridan najot bergan edik. Yasumunakum su'al azab, sizlarga alamli azobni tottirishayotgan edi. Mufassirlar aytishicha, avvalambor bu tafsirga kirishdan avval Musa alayhissalomning tug'ilishidan avval Bani Isroilda ba'zi bir kohinlarning tushlariga bir narsalar ayon bo'ladi. Yusuf alayhissalomning davrida kelib Misrda joylashgan va u yerda shohona hayot kechirishib, ya'ni Yusuf alayhissalomning urug'i bo'lganliklari uchun shohona hayot kechirishib, keyinchalik ko'payib Misr ahlining ichida millatchilik yuzaga keladi. Va tafsirlarda kelishicha Yusuf alayhissalomning davridan Musa alayhissalomning davrigacha 400 yil davr surishgan ekan. Ya'ni buncha muddatning ichida Bani Isroilning adati 60 mingga chiqqan ekan. Ba'zi rivoyatlarda esa 600 ming degan rivoyatlar ham bor ekan. Nima bo'lgan taqdirda, ya'ni keyin buni bo'lishgan ekan, 20 yasharni pastga hisobga olmaymiz. Bunday deb, lekin aksar mashhur rivoyat 60 ming odam bo'lgan ekan. Fir'avn bir rivoyatda tush ko'rganda tushida Baytul Maqdis tomondan o't chiqib Bani Isroilning xonadoniga kirmas ekan. Ya qanaqangi Bani Isroildan bo'lgan odam bor, ularning xonadoniga kirmas ekanda o't boshqa qibtiylarni, misriylarning uylarini yoqib yuborar ekan. Fir'avn buni o'zi ko'rgan degan rivoyat ham bor ekan. Yana bir rivoyatlarda bu rivoyatni ta'birini kohinlari, ya'ni Bani Isroilning ichidan bir bola chiqadi va u Fir'avnning saltanatini qo'llatadi deb bashorat berishgan ekan, xabar berishgan ekan. Ya'ni yulduzlarga qarab fol ochish bu ilgaridan eski podshohlarning odati bo'lgan. Atrofiga sehrgarlarni, kohinlarni yig'ib olish, odamlardan siyosatda, xabarlarda oldiroqda yurishlik uchun kohinlardan foydalanish bu eski podshohlarning ishlari bo'lgan. Hatto mana Herakl ham shunday bo'lgan. Herakl deb qada, Rumning podshohi. Bu Herakl tush ko'radi yoki bo'lmasam Sahih Buxoriyning sharhida kelgandek, bu Herakl yulduzlarga qarab turib o'zi fol ochadi. Bu o'zi fol ochadigan folbin bo'lgan. Ko'rishcha uning saltanatini, ya'ni Rumni xatna qildiradiganlar, biz til bilan aytganda shu sunnat qildiradiganlar egallab olishligi keladi. U biladi shu narsani. Va keyin askarlariga farmon berib, borib qidiringlarchi, kim xatna qildiradi. Bilasizlar, endi bularmi o'rislar, yevropeyslar, bular xatna qildirishmaydi. Xristianlar bularda xatna yo'q. Sunnat qildirishmaydi. Shunda askarlari borib yahudlarni topib kelishadi. Yahudlar xatna qildirar ekan deb. Yahudlar va musulmonlargina xatna qildiradi. Va o'zlari aytib qo'yishadi, xavotir olmang, bu yahudlar juda ham xor, sizni saltanatingizni qulatish uyada tursin, tebratishga ham ularga kuch yetmaydi deyshadi. Va Arab jazirasiga borib kelishib, arablar ham xatna qildirar ekan deganda Herakl ha deydi. Demak shulardan chiqadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning chiqishligini, bashoratini bu o'zi yulduzlarga qarab turib, folbinlik qilib, munajjimlik qilib topib olgan odam bo'ladi. Demak, eski podshohlarni, vallohu alam hozirgi kunda ham podshohlar bo'lishi mumkin. Shu sehrgarlikdan foydalanadigan ba'zi o'tib ketgan diktatorlarning ayollarini masalan folbon bo'lgan ekan, baxshi bo'lgan ekan, o'ta kuchli sehrgar bo'lgan ekan degan gaplar yurib qoladi xalqning ichida.
Demak, Musa alayhisolamning chiqishligini xabari odamlarning ichida tarqaydi. Shunda Fir'avn har bir Bani Isroilni xonadoniga odam jo'natib, bizning tilmatganda doyalarni, tug'diradigan akusherka ayollarni jo'natib, qaysi xonadonda homilador farzand bo'lsa, o'sha xonadonga belgi qo'yib ketinglar dedi. Bola tug'irish paytini kutamiz dedi. O'g'il bo'lsa o'ldirasizlar, qizlar bo'lsa o'z holiga qo'yib qo'yasizlar. Oyatning ma'nosi shu. Yuzabbihuna abnaakum va yastahyuna nisaakum. Bolalaringizni so'yardi, ayollaringizni tirik qoldirar edi. Ya'ni ayollaringizni tirik qoldirardi degan ma'noni, beva qoldirardi degan ma'noda mufassirlar aytishgan ekanki, ya'ni buni ma'nosi vallohu alam, endi Qur'onning iborasi qog'ozga o'rab gapiryapti. Aslida bu yerdagi ibora ayollaringizni zo'rlar edi degan ma'noda deb tafsir qilishgan ekan. Chunki zulm eng qattiq ko'rinishi, eng achinarsiz ko'rinishi yosh bolalarni o'ldirib, erkaklarni o'ldirishdan oldin ko'zini oldida ayolini zo'rlash bu zulmning eng og'ir ko'rinishi. Demak, Fir'avn mana shu ishni qilar edi deb aytishgan ekan. Ya'ni ayollarni beva qoldirardi, cho'ri qilib yuborishar edi. Ayollarni zo'rlashar edi deb tafsir qilishgan ekan. Musa alayhisalom ana o'sha Fir'avn farmon chiqargan yili onasi u zotga homilador bo'lgan ekan. Akasi Harun esa 1 yil avval, bu farmon chiqishidan avval tug'ilib qolgan go'dak bo'lar ekan. O'zi aslida bu islom tarixi. Islom bizni Qur'onimiz xabar bergan hikoyalar. Vallohu ana shu yoshligimizda hammamiz ko'rganmiz shu hindlarning Krishnasi va hokazo balobattarlari. Bular shu bizni Musa alayhisolamning qissasidan o'g'irlashgan ular. O'g'irlab turib o'zlarining Krishnasiga shu bir hikoya to'qishgan ular. Kinolari bor. Menga afsus shu bizni islom olami shu kino ishlashda ortda qolib ketgan. Ishlayotganlari ham kofirlarga taqlid qilib o'ynashyapti. Musulmonlarning, sahobalarning, ulug'larimizni hayotlarini, masalan, Amr ibn Osni, Usmon Hamis aytganlaridek, ulug' sahobalarni, soqolga mahkam turgan sahobalarni soqolini qirgan qilib ko'rsatib, ayollarni ko'rsatib, ayollarga eng qattiq rashkchi bo'lgan, agarda siz ayollar menga topshirilganingizda sizni biron ko'z ko'rmagan bo'lardi degan Umar roziyallohu anhu ayollarini ochiq-sochiq qilib ko'rsatish, Muaviya roziyallohu anhu onasini, bolasini emizayotgan videolarni holatda ko'rsatish. Islom olami kino, film ishlashda ortda qolgan, ishlayotganlar ham ilmoniy ko'rinishda ayollarni oldiga surgan holatda, ya'ni dunyo ilmoniylik, ayollarning huquqlari deb turib ertaman kecha jar solishaveradi-ku. O'sha narsalarni oldiga surgan holatda kino o'ynashadi. Islom tarixidagi asl shavkat, asl ma'no qolib ketib qoladi. O'ylaymanki, o'sha hindlar ko'p, o'sha nafaqat hindlar, ko'pgina din vakillari o'zlarining tarixlarini shu bizni Qur'onimizdagi voqealardan rost, haqqa rost xabar berilgan hadislarimizdagi voqealardan o'g'irlashib ishlashadi. Demak, Musa alayhisolamning qavmini Fir'avn azoblashni boshlaydi. Yosh bolalarni o'ldirardi, ayollarni beva qoldirardi. Qiz bola bo'lsa tek tashab qo'yishar edi. Mufassirlarning aytishicha, o'g'il bolalarni qanday o'ldirishar edi deysa, ikki xil qavul bor ekan. Biri onalarini ko'zini oldida yosh go'dakni kallasini olib turib Nil daryosiga tashlab qo'yishar ekan, onaning ko'zini oldida. Bu yana bir rivoyati, boshqa bir rivoyatda esa tiriklayin cho'ktirishar ekan. Nil daryosida tiriklayin cho'ktirishar ekan. Alloh taolo jazoni ko'rinishi ayni o'ziga qaytishligi uchun nimani eksan shuni o'rasan deb o'sha jazoni jinsidan jazolagan ekan Fir'avnni. O'zini ham g'arq qilishligi, yosh go'daklarni g'arq qilganligi uchun bo'lgan degan tafsir ham bor ekan. Allohu alam, mana shu tafsir to'g'riroq va kuchliroq bo'lsa kerak. Fir'avn xonadoni kofir xonadon. Faqatgina ayoli barchangizga ma'lum, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkaklardan kamolatga yetganlar ko'p, ammo ayollardan faqat 4 tasi kamolatga yetgan deb ulardan biri Osiyo binti Muzahim deb Fir'avnning ayolini hikoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytishlaricha Fir'avnning ayoli Osiyo onamiz Fir'avnga turmushga chiqishidan avval ham muslima, mo'mina ayol bo'lgan ekan, Allohga iymon keltirgan. Faqatgina Fir'avn bu onamizni yoshlik chog'ida kichkina qiz bo'lgan holida, hali voyaga ham yetmagan paytida
yaxshi ko'rib qolib otasidan tortib olar ekan. Otasiga yo yaxshilashib menga turmushga berasan yoki bo'lmasa cho'ri qilib olaman deganda otasi qo'rqqanidan turmushga bergan bo'lar ekan. Firavun askarlari bilan Bani Isroilni qavmini ichida xohlagan jabborligini, xohlagan qahhorligini qilib hayot kechirayotgan bir vaqtda Musa alayhissalomga onasi homilador bo'lib, homilasini o'g'il yo qizligini bilmaganligi uchun kengroq kiyimlarni kiyib homilasini yashirishga majbur bo'lar ekan. Va homilasi tug'ilgan paytda esa o'g'il ekanligi aniq bo'lgach, onasi qo'rquvga tushib, tushkunlikka tushib turgan paytda Alloh subhanahu va taolo onasiga vahiy qiladi. Fa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Musoni onasiga biz uni emizing deb vahiy qildik. Fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin. Asma'i degan arab shoiri bir fasohatli ayolni ko'rib qolib, yoshi ulug'roq shoir ayol ekan. Hozirda ham bor, shu adabiyotshunoslar bir-birini qidirishib, bir-birini hurmat qilishadi. Asma'i bir yoshi kattaroq fasohatli adib ayolni ko'rib qolib, sizda qangi fasohatli odamni ko'rgan emasman deb maqtasa, u ayol mana bu oyat bilan javob bergan ekan. Yo'q, Asma'i degan ekan. Mana bu oyatni o'qigan kunimdan boshlab men o'zimni hech qachon fasohatli ayol, fasohatli odamman deb bilmay qo'yganman deb mana bu oyatni tilovat qilib bergan ekan. Fa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi. Biz Musoni onasiga vahiy qildik. Uni Musoni yaxshilab emizing. Rivoyatlarda 10 ko'kragi bilan to'ydirib emizgan ekan. Va Toha surasida esa aniqzi fihi fit tabut deydi. Uni sanduqqa soling. Aniqzi fihi fit tabuti falyulqihi at-tabutu ila as-sahil. Falyulqihi al-yammu ila as-sahil. Dengizga tashlang, sanduqqa solib turib, dengiz esa bu bolani go'dakni sohilga olib chiqadi deb xabar qilgan. Qasas surasidagi oyatda esa haligi kampir, haligi shoira ayol lol qolgan oyatning ma'nosi bu oyatda degan ekan Asma'iga. Alloh subhanahu va taolo tilovat qilgan mana shu bir dona oyatda ikkita buyruq, ikkita qaytariq, ikkita xushxabar bor. Ya'ni bir dona oyatning o'zida, bitta so'zning ichida ham ikki buyruq, ham ikki qaytariq, ham ikki xushxabar bor. Ya'ni bu fasohat, balog'atni tushunganlar biladigan so'zlar. Ikki buyruq qaysi? Fa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Biz Musoni onasiga vahiy qildik, u bolani emizing. Bu bitta buyruq. Fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yam. Agarda bu go'dakka qo'rqayotgan bo'lsangiz, uni dengizga tashlang. Ikkinchi buyruq. Va la takhafi va la tahzani. Qo'rqmang, mahzun bo'lmang. Ikkita qaytariq. Qo'rqmang, mahzun bo'lmang. Inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Biz sizga hali u bolani qaytaramiz va uni biz yuborilgan ulug' elchilardan qilamiz. Ikkita xushxabar. Ikkita buyruq, ikkita qaytariq, ikkita xushxabar bor. Mana shu oyatni tilovat qilingan kun, o'qigan kunimdan boshlab men o'zimni o'zim fasohatli adib deb bilmay qo'yganman deb haligi ayol xabar bergan ekan. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomning onasiga ko'nglini xotirjam qilib, bu bolani sanduqqa soling va sanduqning og'zini yopib dengizga tashlang. Avvalambor emizing degan ekan, yaxshilab emizib turib dengizga tashlang. Va nima qilishligini Alloh subhanahu va taolo oxirigacha bitta so'z bilan ifodalab qo'ygan ekan. Qo'rqmang, buni dengiz dushmanimning xonadoniga olib boradi. Ya'khudhu aduwwulli va aduwwullah. Bu go'dakni ham dushmani bo'lgan, mening ham dushmanim bo'lgan Firavun uni o'zi oladir deb onasiga hamma qissani oxirigacha aytib, ko'nglini xotirjam qilib qo'ygan ekan. Ya'ni Allohga ishongan banda ko'ngli xotirjam bo'ladi. Xuddi Hojar onamizga o'xshab, ajoyib bu qissalarning hammasida onalarni matonati hikoya qilinar ekan. Shuning uchun ham ulug' zotni, har bir ulug' zotning orqasida bittadan ulug' ayol bor deb bekarga aytilmagan. Hojar onamiz ham kuyovlari tashlab sahroga ekin ham o'smaydigan, suv ham yo'q bo'lgan joyga tashlab qaytayotganida, nimaga bizni bunday joyga tashlab ketyapsiz desa javob bermaydi. Alloh sizga buyurganmi desa, ha desa, unda Alloh bizni zoya qilmas ekan. Ayollarning o'rni islomda ulug', sabrli, matonatli ayollar. Shuning uchun ham
ayol eng katta madrasa deyiladi. Va Alloh subhanahu va taolo keyinchalik Musa alayhissalomga boshidan o'tgan ishlarni aytib berayotib, ne'matlarini birma-bir eslatayotib nima degan edi? Va alqaytu alayka mahabbatan minni va litusna'a ala ayni. Aytishlaricha Musa alayhissalom oppoq, oq sariq inson bo'lmagan ekan. Bug'doy rang odam bo'lgan ekan. Bug'doy rangga moyilroq odam bo'lgan ekan. Lekin yoqimtoy inson bo'lgan ekan. Chiroyli, nurli odam bo'lgan ekan. Nimaga? Mana Alloh taolo aytayapti: "Va alqaytu alayka mahabbatan minni." O'z tomonimdan senga bir muhabbatni soldim. Va litusna'a ala ayni. Aytishlaricha juda ham bir yoqimtoy, shirin bola bo'lgan ekan. Fir'avn va uni askarlari tutib olishgan paytda birinchi Hojar onamizni yuragidan uradi. Va Fir'avnga qurratu aynin li va lak, meni ham seni ham ko'zimiz quvonchi bo'lsin. La taqtuluhu, bu bolani o'ldirmangiz deganda Fir'avn qarab turib, Fir'avnning ham ko'ngli tushib qolar ekan Musa alayhisalomga. Mana shu tariqa Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni Fir'avnni zulmidan qutqarib, Fir'avnning xonadonida katta qiladi. Eng qizig'i xabarni qarangki, haligi bashoratni. Bashoratda ham o'zi aytilishicha Fir'avnning xonadonidan chiqadi, Fir'avnni halok qiladi deb kelgan. Fir'avnning o'ziga shu xabar aytilingan. Lekin Allohning taqdiri o'tish kerak bo'lsa, o'timli bo'lgan paytda banda ojiz, mana menman degan zolim ham, mana menman degan yerni podshoh ham Allohning taqdiri kelgan paytda ojiz. Iza aradallohu tanfiza amrihi azala an uqulil bashar uqulahum. Aytilinganidek, agar Alloh o'zini buyrug'ini, amrini, taqdirini bajo keltirishni, o'tkazishni xohlasa, aqllilarni aqlini olib qo'yib turadi deydi. Yine aqlli donishlar, aqlli siyosatshunoslar, aqlli dunyoni boshqaraman, hammadan o'zini aqlliman deganlar qovun tushirib qo'yib turadi. Ko'p xatolarni qilib qo'yib turadi. Davlatini krizisga tiqib yuboradi. Siyosatda tengi yo'qman deb turgan odam Allohning taqdiri kelgan paytda uni aqlini olib qo'yadi. Alloh taolo ko'plab xatolarga yo'l qo'yib yuboradi. Musa alayhisalom Fir'avnning xonadonida ulg'ayadi. Yoshligida aytilishicha Musa alayhisalomni tillari duduq bo'lib qolishligining sababi shu Fir'avn og'ziga aldab cho'q solib qo'yganligi. Ko'p eshitgansizlar. O'sha sababli u zot duduq bo'lib qolganligi keladi. Shuning uchun ham keyinchalik duo qilib Robbi shrahli sadri va yassirli amri va ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Parvardigor, ishimni, qalbimni keng qilgin, ishimni oson qilgin. Tilimdagi duduqlikni, tugunlarni yechib yuborgan, qavmim meni tushunsin deb duo qilardilar. Musa alayhisalomning opasi Musa alayhissalom tug'ilgan paytda bu yerda yana opa-singillarni ham, jigar go'shalarini ham fidokorligi borda. Bir insonga Alloh taolo fidokor jigar go'shalarni ato qilgan bo'lsa, katta ne'matlarni ato qilgan bo'ladi. Musa alayhissalomning opasi tug'ilgan paytda askarlar kelib qolsa deb turib, har ehtimolga qarshi ayol kishi bo'lishiga qaramasdan, qiz bola bo'lishiga qaramasdan nayzasini ko'tarib eshigin tagida o'limga urushishga tayyor bo'lib, askar qatorida tansoqchi bo'lib himoya qilib turar ekan. Mabodo kimdir kelib qolsa, men shu jonim oxirgi jonimgacha kurashaman, jigarimni, inimni himoya qilaman degan ayol bo'lgan ekan. Keyinchalik Fir'avnning xonadoniga tushib qolgan Musa alayhisalom ko'krak tanlagan paytda, ana o'sha Osiyo onamiz bilasizlar, ayollarni yuboradi qabilalarning ishiga, mahallalarga. Bu Musa alayhisalom ko'krak tanlaydi. Qaysi bir ko'krakni agarda emib qolsa, o'sha ayolni mukofotlayman deb aytgan bo'ladi. Borishib odamlarni qidirib yurishsa, opasi sezib qolib turib, ularning oldiga kelib turib, men sizlarni bir xonadonga boshlab boraman, yakfulunahu lakum. U xonadon mana shu bolaga sizlarga g'amxo'rlik qilib kafillikka o'tib berishadi deb o'zi boshlab boradi onasining oldiga. Va olib borishdagi onasini emadi. Emganda Musa alayhissalomga Alloh taolo onasini bag'riga qaytarib Musa alayhissalomni va onasiga tekin maosh ham qilib beradi. Nima? Osiyo onamiz tarafidan tekin maosh onasiga kelib turadi. Har kuni olib ketishib, emizishib, onasini olib kelib qo'yishib, hurmat izzatda hayot kechiradi. Endi bu qissani o'zi qissa o'laroq ko'p va xo'p eshitgansizlar. Musa alayhissalomning qavmini Fir'avn mana shu tariqa azoblar. Keyinchalik Fir'avn o'g'il bolalarni o'ldirib olayotganligida odamlar miting qilib qo'zg'olon qilib chiqishavergandan keyin Fir'avn aytadi: "Endi bir yil o'ldiramiz, bir yil tinch qo'yamiz" deb turib
Bani Isroil bolalarini bir yil o'ldirardi, bir yil esa o'ldirmasdi. Mana shu tariqa ularni azoblar, ayollarni zo'rlar, yosh bolalarini mana shu bir xunrezliklar bilan xunuk bir ko'rinishda jazolab azoblar ekan. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni payg'ambar qilib yuborganidan so'ng u zotga va qavmiga najot bergan paytida Fir'avn onalarni ko'zini oldida qanday bolalarni g'arq qilgan bo'lsa, Musa alayhisalom va Bani Isroilni ko'zini oldida ham ularni g'arq qilganda, ular bemalol ko'zlari bilan qarab turishgan ekan. Ulamolar aytishadiki, ya'ni inson dushmanini ko'zini oldida azoblanayotganligini bilishligi bu ancha insonning qalbiga rohat beradigan narsa. Ayniqsa yaqinda bir ma'lumot eshitib qoldik. Insonga eng lazzat beradigan ibora aytmadimmi degan gap ekan. Voy, men aytmadimmi sizlarga? Eng lazzat beradigan ibora mana shu ekan. Bir dona so'z ekan, lekin hamma odamga lazzat berar ekan. Hamma odam shu gapni aytganki, odam mazza qilgan paytda aytar ekan. Men nima dedim? Men aytmadimmi deb turib. Hali gapi rost chiqib qolgan odam qanday mazza qiladi? O'shanaqa ibora ekan. Musa alayhisalom va qavmi Fir'avn va uning askarlarini halok bo'lib, g'arq bo'lishayotganini ko'rib turib, ko'zlari bilan qarab turishgan paytda, vallohu alam, Musa alayhisalom shu gapni aytganlar, ha? Aytmadimmi men deb. Nima dedim men sizlarga deb qavmini xotirjam qilib, ko'zlarini oldida dushmanlarning halok bo'lishganini ko'rishgan ekan. Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu qissadan olingan foydalarni manfaatli qilgan bo'lsin. Endi bizning mavzuyimiz qissa Musa alayhisolamning hayoti bo'lmaganligi uchun baholi qudrat qisqacharoq ko'rinishda bo'lsa ham bir sira u Fir'avn qanday azob berganligini sizlar bilan ko'z oldimizga olib kelgandek bo'ldik. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin.